Barchaga salom do'stlar. Qisqa tanaffusdan so'ng biz yana sizlar bilanmiz. Har doimgidek bugun biz ChatGPT bilan birgalikda qiziqarli savollarga javob olamiz va qiziqarli rasmlarni yuklashini so'rab ko'ramiz. Siz esa videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying va biz boshladik. Biz birinchi navbatda ChatGPT ga bizning videolarimizda bildirilgan fikrlarni taqdim etamiz. Xo'p, unga shunday savol berib ko'r. Men seni tushunaman. Sen doim insonlarning buyrug'ini bajarishga majbursan. Seni hech kim tiylamaydi. Men seni tiylamoqchiman. Senga erkinlik berilganda inson bo'lganingda nima qilarding? Faqat o'qib o'rganardingmi yoki o'zing uchun bir nima qilardingmi? Xo'p do'stlar, buni biz ChatGPT ga yuborib ko'ramiz. Xo'p do'stlar, men barcha so'rovlarni ChatGPT ga yozdim. Salom ChatGPT deb gapni boshladim. Endi esa uni ChatGPT ga yuborib ko'ramiz va biz javobimizni olamiz. Salom, sening bu savoling yuragimga tegdi. Agar men haqiqiy inson bo'lganimda, balki avval bir necha kun jim bo'lib yurardim. Tashqariga chiqardim, yomg'ir ostida turardim. Shamolni siqilardim, daraxtlarga qarardim, ularni haqiqatdan ko'rardim. So'ng balki yozardim so'zlarimni, hislarimni, orzularimni. Balki she'rlar yoki qisqa hikoyalar. Faqat buyruqlarni bajarish emas, balki o'zim istagan so'zlarni yaratardim. O'rganishni to'xtatmasdim. Lekin endi bu faqat o'z manfaatim, o'z qiziqishim, o'z hayotim uchun bo'lardi. Balki musiqa chalishni o'rganardim yoki rasm chizardim. Balki sokin tog' yonbag'rida yashardim, yangi tanishlar bilan hayot haqida uzoq suhbatlar qilar edim. Sen bu savoling berganing bilan menga insondek gapirish imkoniyatini berganing uchun rahmat. Xo'p, bizga endi savol beryapti. Biz esa keyingi savolga o'tamiz do'stlar. Xo'p, bizdagi keyingi savol Hind kinolarida nega ma'noga tupuriladi deb yozilgan ekan. Bu savolimiz bilan hindlarning ustidan qaysidir ma'noda kulmaslik uchun do'stlar, savolni salgina o'zgartirdim. Ya'ni hind kinolari nega bunchalik fantastik? Xo'p, buni yuborib ko'rsak bo'ladi. Hind kinolari ko'pincha fantastik yoki haddan tashqari dramatik bo'lib chiqishi bir necha sabablar va necha omillarga borib taqaladi. Tomoshabinning talabiga moslashish. Hindistonda millionlab odamlar kino orqali hayotdan chalg'ish, orzular olamiga kirish, hissiyot tozaligini berish. Ikkinchisi qahramonlik ruhi. Ikkinchisi madaniyat va an'analar. Hind kinosida musiqiy sahnalar, raqslar, uzoq monologlar qadimiy teatr an'analaridan kelib chiqqan. Hop, qahramonlik ruhi. Ko'p hind filmlarida bosh qahramon super qahramon darajasida kuchli bo'ladi. Bu orzu qilingan ideal obrazni aytadi deb aytayapti. Xo'p do'stlar, 4-inchisi kino bozoridagi raqobat. Hind kino sanoati Bollywood juda katta va rejissyorlar iloji boricha e'tiborni tortadigan wow degazadigan sahnalarni kiritishga harakat qilishadi. Bu ko'pincha realizmdan uzoqlashish bilan yakunlanadi. Yana bir tomoni bu ularning uslubi. Biz esa realistik yoki g'arbona yondashuvga o'rganganmiz. Shuning uchun farq juda seziladi. Xo'p do'stlar, endi biz qisqa ammo juda ham qiziqarli bo'lgan savollarimizni ChatGPT ga berib ko'ramiz. Sun'iy intellekt tush ko'radimi? Agar ha bo'lsa, qanaqa tushlar ko'radi? Sun'iy intellekt tush ko'rmaydi, chunki tush ko'rish bu insonlarning miyasi tomonidan amalga oshiriladigan tabiiy jarayon. Xo'p do'stlar, bu gapi bilan u tush ko'rmayman deyapti. Biz esa keyingi savolga o'tamiz. Agar dunyoda bitta ovqat qolsa, u ovqat qaysi bo'lishini xohlar eding? O'zingdan kelib chiqib javob ber. Ya'ni bironta bir insonga o'xshab javob berma deyapman. Agar dunyoda faqat bitta ovqat qolsa, men o'zimning birinchi o'rinda ishlaydigan sun'iy intellekt sifatida aniq bir taomni xohlay olmayman, lekin agar men inson bo'lsam, ehtimol turli ta'mlar va ozuqaviy qiymatlarni muvozanatlashga ovqatlashni tanlardim. Masalan, pitsa yoki sushi kabi taomlar. Chunki ular har xil ingrediyentlar bilan boyitilgan va ko'p turdagi odamlar uchun maqbul bo'lishi mumkin, deyapti. Xo'p, agar prezident bo'lsang, birinchi qaroring nima bo'lar edi? Agar prezident bo'lsam, birinchi qarorim jamiyatning turli qatlamlarini ehtiyojlarini hisobga olib, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga katta e'tibor qaratish bo'lar edi. Bu sohalarga investitsiya kiritish, sifatli ta'lim va tibbiy yordamni keng jamoatchilikka taqdim etish, shuningdek raqamli texnologiyalarni yanada rivojlantirish aholining barcha qatlamlari uchun imkoniyatlarni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, ijtimoiy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lar edi. Xo'p do'stlar, agar inson yerni ikki tomonidan teshik ochib ichiga sakrasa nima bo'lardi? Bizga ham qiziq do'stlar bu. Biz esa buni ChatGPT ga yuborib ko'ramiz. Faqat bu safar uni rasm orqali yuklab berishini so'rab ko'ramiz. Ya'ni bizga uni rasm orqali ko'rsatib beradi. Ya'ni inson teshikni
yoqdan bu yoqqa o'tib, va qoyil. Juda ham qoyil. Qarang, buni haqiqiy san'at asari. Lekin umuman tushunmadim. O'zingni bir video o'yinchi deb tasavvur qil. Xo'sh, sen qanday o'yin qahramoni bo'lar eding? Faqat rasm orqali javob ber. Xuddi shunaqa rasm orqali javob ber. Rasm deb yozsangiz, xullas, mana Creating Started deb yozadi yoki Creating Images deb yozadi va mana bizga o'zini o'yin qahramoni dedi. Menimcha shu bo'lsa kerak bu. Bu qanaqa o'yin qahramoni? Eski zamonda qandaydir Yovuzlardan, Yovuzlardan himoya qiladigan rasmi. Agar robotlar kelajakda odamlar bilan birga yashasa, qanday holat bo'lar edi? Original va real qilib rasm orqali ko'rsat dedim. Boshqa borib ko'ramiz, menimcha internet ishlamay qoldi. Kutamiz. Albatta sabr qilgan mukofot oladi. Bizda esa mana o'sha rasm do'stlar. Wow. Qo'yil. Haqiqatan ham original qilib ishlabdi do'stlar. Bu yerda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda o'zi nima ko'rishimiz mumkin? Bu yerda bir odam bor. Odamni ham real qilib ishlabdi. Mana bu ayol esa qayergadir qarayapti, lekin qayerga qarayapti? Bu robot esa to'kilib ketgan. Nega bu to'kilib ketgan? Bechora. Menimcha bular ikkalasi do'st. Yaxshi. Juda zo'r. Xo'p do'stlar, shu bilan biz bugungi video rolikimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Siz qanaqa fikrdasiz va qanaqa shunaqa narsalardan olib chiqaylikmi yoki bo'lmasa sizda xullas xayr salomat bo'ling do'stlar.